Voy, necha yillik klientinglarman olib qo'ysangiz nima qiladi? Akani tushunmaysiz. Hayit kuni 15 ming soat yopamiz. Hammaga yetadi. Keyin issiqni olib ketasiz. Ha, 20 ta yozib qo'ying menga. Va keling shu kuni aka 40 ta beraman. Yozib qo'ying, izdan chiqib qoladi, men bilaman-ku. Eshitdingmi? Plan bor. Qanaqa? Ahmad Oltinjo'jada 3000 ta so'msiz zakaz qilamiz-da. Odamlar chiq urishiga terib qo'yamiz. Voy, kalla ishlaytsana. Donasiga 2000 dan qo'ysak ham bilasanmi qancha pul bo'ladi? Voy, haqiqatdan ham. Bor yig'gan terganlaringni olib chiq. Bor shunaqasi. 3000 ta? Chiqmaydimi? Hem muammo emas. Prosta nima qilasiz 3000 tani? Ser urug'imiz biz. 3000 ta ko'p lekin. Sizga nima? Yeymiz hammamiz, Yozing. Yozib qo'yman, pulni oldindan berasiz. Hozir beramiz. Saning davay. Davay. O'rtoq rahmat sherik qilganing uchun. Sendan boshqa kimga yetaman, Hurmatli obunachilarim, sizlar uchun Ahmad Oltinjo'jada hayit munosabati bilan mana shunaqangi bir-biridan mazali somsalarni tayyorlab qo'yishadi. Ishoninglar, hammaga yetadi. Somsadan umuman muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Somsaga reklama oldingizmi hozir? Ha? Necha mingta odam ko'radi? Shu 500 mingtacha nima bo'ldi? Algoritm ham ko'radimi? Ha, aka, butun O'zbekiston ko'radi. Aytdim-a, 3000 ta ko'p deb. Ha, ko'p ekan, aka, iltimos pulimizni qaytarib bering. Zakazga urildi, endi xafa bo'lmaysizlar. Urug'ingni ko'pi yeb olasizlar. Urug'imiz kam, bitta singlim bor, bir kvartirada yashaymiz. Hatta 100 tasiga olib qoling, iltimos. Ha, pul ket bo'ldi, endi xafa bo'lmaysizlar. Ertaga kelsanglar 3000 so'm tayyor bo'ladi. Xo'p, davay. Menga qarab pulni men tushdim, davay topgin. O'rtoq boshqa rayonga borib ko'rdik, sotamiz. O, suvib qoladi-ku, mikrofonga ko'p yuramiz, yuring. Bozordan ishga olib kerak, o'rishga keladi.